Sud kelyaptimi? Yo'q, quruq sut hozircha kelmayapti. Sababi Eronga urush bo'ldi-ku, shu sabab hozircha quruq sut yo'q. Keladi xudo xolasa bu oylarda. Skladda qolganlari u oldin kelganlari. U qolganlar bor, u klientlarimiz uchun shu doimiy ishlaydigan mijozlarimiz uchun olib qo'ygan. Yangi partiya kelmayapti, shularga yetkazish uchun faqat bu. Keyin Belaruskiy Siviritkamiz ham bor, Belorussiyadan kelgan, Rossiyadan kelgan. Ha, u yaqinda keldimi? Ha, u yaqinda keldi, yana kelyapti. Hozir Belorussiyadan ham qo'ymalar ko'p kelyapti. Belarusyaniki ham yaxshimi? Ha, yaxshi, Belarusyaniki zo'r. Prosta bizni ishimiz ular bilan emas edi. Hozir Belarusiyada shu hamkorlarimiz bor, shular taklif qilishyapti o'zlarining mahsulotini birgalikda ishlaylik deb. O'zlari yuborishyapti. Sifat bo'yicha Eronnikidan qolishmaydi. Eronnikidan Belorussiya yaxshi. Ha, yaxshiroqmi? Baland. Narxchi? Narxi ham baland, shunga qarab. Ha, Hammasi narxiga qarab. oladimi bizda u? Ha, oladi. Hozirgi kunda oladi. Ha. Hozirgi farqiga hammasini oladi. Endi nozlanish vaqti tugadi.